Assalomu alaykum. Yaqindagina Xorazm viloyatida o'z faoliyatini boshlagan Family Mandarin Tour o'zini ilk parvozlarini yo'lga qo'yishni boshladi. Sizlarga Al-Hijra paketimizni taqdim etamiz. Umra ibodatlaringizni ishonchli va qulay tarzda amalga oshirishni istaysizmi? Unda bu paketlarimiz aynan siz uchun. Bizning ilk parvozlarimiz 4-avgust sanasidan demak uchishni boshlaydi va 14 kunni o'z ichiga oladi. Bulardan 3 kechasi Madina-i Munavvarada, 11 kechasi esa Makka-i Mukarramada hisoblanadi. Ziyoratchilarimiz Madina-i Munavvarada Toj Ward mehmonxonasida, Makka-i Mukarramada esa Al-Hijra View mehmonxonasida qolishadi. Bundan tashqari eng qiziqli tarafi, ziyoratchilarimiz bir jumasini Madina-i Munavvarada va bir jumasini Makka-i Mukarramada o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Ziyoratchilarimizni siyrat davri bilan yanada yaqinroq tanishtirish maqsadida Madina-i Munavvarada yaqindagina ochilgan Bo'stonul Mustadal nomidagi yangi muzeyga ham kiriziladi va aynan shu paytdagi Madina-i Munavvara hayotini biroz bo'lsa-da sayr qildiriladi. Shu bilan birgalikda ziyoratchilarimizni qulayligi va salomatligini o'ylagan holda Madina-i Munavvaradan Makka-i Mukarramagacha tez yurar poyezdlarimiz xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Madina-i Munavvarada 2 mahal ovqatlanish, Makka-i Mukarramada esa 3 mahal ovqatlanish, transfer xizmati, rasmiy viza, shifokorlar, malakali ellikboshi xizmatlari ham paket ichida qo'shilgan. Xorazmliklar uchun maxsus demak chiqqan bu Al-Hijra 14 paketimizda joylar soni chegaralangan. Albatta bizga murojaat qiling va o'z joylaringizni band qiling.